O'ylab bakın, tilimiz nima uchun berilgan? Til qalbimizning tarjimoni. Lekin ba'zida o eng xatarlik qurolimizga aylanib qoladi. Shundoq bir kishiki, o qiyomat kuni namoz, roza, zakat bilan keladi. Ammo o buni tillagan, uningga tuhmat qilgan, buning melni yivagan, uning qinni to'kkan, buni urgan. Chunki biz hammamiz so'zlarimiz, amallarimiz bilan yaxshilik yoki yomonlikni taraymiz. Keyin qiyomat kuni tirg'onlarimizni yig'imiz. Yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon, ibodatda usul ko'p, fazilatga boy. Aziz qarindoshlarım, bugun sizlar bilan tilimizning ahamiyati va uni qanday to'g'ri ishiltish haqida to'xtalmoqchiman. O'ylab bakın, tilimiz nima uchun berilgan? Til qalbimizning tarjimoni. Lekin ba'zida o eng xatarlik qurolimizga aylanib qoladi. Hammamiz ko'rib turyapmiz. Yolg'on so'z bilan yo'ldan ozgan, qanchilgan insonlar, buzilgan axloqlar, vayron bo'lgan munosabatlar hayotimizda qadamda bir uchrab turadi. Payg'ambarimiz bu haqda "Mallam yada'a qawla zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kimiki yolg'on so'z qilishdan, uningga amal qilishdan voz kechmaydigan, Allohning uning tamoq sharobdan voz kechishiga hech qanday hojati yo'qdir degan. Mana ro'zlar uchun ochliqdan saqlanishdan bakrak tilni gunohlardan saqlash muhim. Bu haqiqatan cho'nqur o'ylanishga tegishli masala emasmi? O'ylab bakın, Alloh taolo ro'zini nima uchun farz qildi? Faqat tamoq yemaslik uchunla emas, balki u bandalarning nafsini poklash, axloqini to'g'rilash, taqvodorligini texmi oshirish, butun vujudimizni, bo'libmi tilimizni poklash uchundir. Agar siz haqiqiy iymon keltirgan bo'lsangiz, siz butun vujudingizni Rabbimizni g'azablantiradigan barliq ishlardan saqlashga tirishmamsiz? Undaqda haqiqiy mu'min qanday bo'ladi? Haqiqiy mu'min davomli Allohga yolvorib, qalbini iymon, tavhid, ixlos va boshqa yaxshi amallar bilan to'ldiradi. A'zolarini Alloh rozi bo'ladigan ishlarga yuzlantiradi. Tilini bo'lsa, qalbining tarjimoni sifatida faqat zikr, istig'for, Qur'on o'qish, halol so'zlar bilan mashg'ul qiladi. Aziz qarindoshlarim, qalb til va barliq a'zolarning boshlamchisidir. Qalb sog'lom bo'lsa, tilingizdan yaxshi so'zlar, a'zolaringizdan yaxshi amallar chiqadi. O'ylab bakın, tilning gunohlari qanchilgan insonlarning halok bo'lishiga, jannatdan mahrum qilib, do'zaxga tushishiga sabab bo'ldi. Yolg'on so'zlash, g'iybat qilish, suxanchilik qilish, bular ro'zining asosiy maqsadlariga butunlay zid bo'lgan ishlar. Agar ro'z tutsangizmi, tilingizni bu nachar ishlardan saqlamasangiz, buning nima foydasi? Mubah narsalardan cheklanish orqali harom narsalardan cheklanishni o'rganmasangiz, ro'zining asli maqsadiga qachon yeta olasiz? Takror davatimiz, ro'zining maqsadi faqat yemak, ichmakdan cheklanishla emas, balki butun vujudimizni gunohlardan poklash, bo'libmi eng ko'p gunoh sodir qiladigan tilimizni kontrol qilishdir. Bu haqda payg'ambarimiz Muaz radhiyallohu anhu mundaq degan: "Seni bu ishning eng muhim nuqtasidan xabarlantiraymi?" deb o'z tilini tutib, buni kontrol qilgin dedi. Muaz radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Ey Allohning payg'ambari, biz so'zlagan so'zlarimiz uchunmi javobgarlikka tortilamdiq?" deb so'raganda, payg'ambarimiz ochiqlagan holatda: "Ey Muaz, kishilarni do'zaxga yuzicha yoki burnicha dum tushiradigan narsa ularning tillarining husulidan boshqa narsa emas" degan. Bu nimani ko'rsatadi bilamsiz? Tilning husuli degan harom so'zlarning jazosi va oqibatlaridir. Chunki biz hammamiz so'zlarimiz, amallarimiz bilan yaxshilik yoki yomonlikni taraymiz. Keyin qiyomat kuni tirg'onlarimizni yig'imiz. Undaqda siz nima tarmoqchisiz? Yaxshi so'z yoki yaxshi amal tarib hurmat yig'amsiz yoki yomon so'z yoki yomon amal tarib ata pushaymon yig'amsiz? Diqqat qiling, kishilarning do'zaxga kirishining eng cho'ng sababi ularning tillari. Buning ichiga shirk keltirish, Alloh haqida bilimsiz so'zlash, yolg'on guvohlik berish, sehrgarlik qilish, tuhmat qilish va boshqa gunohlarning hammasi kiradi. Bizning hammamiz uchun Ramazonda va boshqa vaqtlarda yolg'on so'zlardan, yolg'on guvohliklardan, g'iybatdan, chaqimchilikdan saqlanish, tilimizni har qanday harom so'zlardan saqlash vojibdir. Chunki til gunohlarining jazosi Allohning dargohida intayin og'ir. Masalan, yolg'on so'zlash shunchalik og'irki, Alloh taolo uni shirk bilan birga tilga olgan. Alloh taolo fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur. Butlarning nejisligidan saqlaninglar, yolg'on so'zdan saqlaninglar degan. Yana payg'ambarimiz sizlarga gunohlarning eng cho'ngidan xabar beraymi deb
deb 3 qatim takrorladi. Sahobalar: "Ey Allohning elchisi, xabar bersizlar" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh taologa shirk keltirish, ota-onaga oqi bo'lish" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yulinib o'ltirgan bo'lib, bu so'zni deb bo'lgandan keyin tik o'ltirib, "Yolg'on so'z qilishdan ogoh bo'linglar" deb bu so'zni ko'p takrorladi. Hatto biz Payg'ambar alayhisalom to'xtagan bo'lskan deb qoldik degan. Shuningdek g'aybat haqida Alloh taolo: "Va la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." Bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishining go'shini yeyishni yoqtiramsizlar, albatta uni yomon ko'rsizlar degan. Ya'ni suxanchilik haqida payg'ambarimiz: "La yadkhulul jannata qattatun ay nammamun." Suxanchi jannatga kirmaydi degan. Shuningdek yolg'onchilik barliq gunohlarning asosidir. Payg'ambarimiz bu haqda: "Innal kaziba yahdi ilal fujur va innal fujura yahdi ilan nar." Yolg'onchilik gunohga boshlaydi, gunoh bo'lsa do'zaxga boshlaydi degan. Shunga har qanday yaxshi ish, mayli oshkor yoki yushirin bo'lsin, rostchilikdan keladi. Har qanday yomon ish, mayli u oshkor yoki yushirin bo'lsin, yolg'onchilikdan keladi. Undaqda Alloh taolo yolg'onchini qanday jazolaydi desangiz, Alloh taolo uni foyda manfaatlardan mahrum qilish bilan jazolaydi. Rostchilni bo'lsa dunyo va oxiratlik natijalarga erishtirish bilan mukofotlaydi. Shunga Alloh taolo: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin." Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar va rostchillar bilan birga bo'linglar degan. Undaqda haqiqiy musulmon qanday bo'ladi? Haqiqiy musulmon o'z tilini barliq gunohlardan saqlaydi. Shundoq qilib u iymonini mukammallashtiradi, dinini qo'g'daydi, jannatga kirish, do'zaxdan qutulish fursatiga erishadi. Payg'ambarimiz: "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi." Musulmon degan musulmonlar uning tili va qo'lidan omon bo'lgan kishidir degan. Yana bir hadisda payg'ambarimiz: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kimiki Allohga va oxirat kuniga ishonsa, yaxshi so'zlarni qilsin yoki sukut qilsin degan. Aziz qarindoshlarim, payg'ambarimiz bizga muflis haqida so'zlab bergan. Payg'ambarimiz: "Atadruna mal muflis?" Sizlarchi muflis degan kim deb so'radi. Sahobalar: "Al muflisu fina man la dirham lahu va la mata'." Bizningchi muflis degan pul mili yo'q kishi dedi. Payg'ambarimiz: "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin va siyamin va zakat." Mening ummatimdagi muflis shundoq bir kishiki, u qiyomat kuni namoz, roza, zakat bilan keladi. Va ya'ti qad shatama hadha va qadafa hadha va akala mala hadha va safaka dama hadha va daraba hadha. Ammo u buni tilligan, uningga tuhmat qilgan, buning milni yivagan, uning qinni to'kkan, buni urgan bo'ladi. Şunu onun yaxşılıqları bulağı birlidir. Eğer onun üstüdeki haqlar tügügücü yaxşılıqları tügep kesse, ulanın günahları elinip onunla artılıdır. Andın o duzaqqa taşlanıdı degen. Bu aqıbet haqiqatan mı qorqunuşluq aqıbet emas mı? Xulas qıp etqan vaqtimizda bizga her vaqt yalğan sözləş, yalğan guahlık beriş, g'iybat qilish, barliq haram sözlərdən tilimizni saqlash intayin zürür. Çünki til günahlarının aqibeti intayin eğir. Allah'ın dergahideki cezasımı intayin çoğdur. Ahirde Allah Teala'dan hemmimizge tilimizni, bütün vücudumuzni günahlardan qoğdab qilishni, bizge doğru yolunu ko'rsatishini so'raymiz. Amin.